Muhtaram azizlar, mana hoji onalarimiz kelishdi, mijozlarimiz kelishdi. Bu hoji onamiz bir necha bor umra qilganlar. Ya'ni avvalgi eski mijozlarimizdan, hattoki katta hajda ham bo'lganlar. Hozir mana inshaalloh hoji onalarimiz bilan suhbat qilib, bizga mehmonxonalarni tanishtiryapmiz. Sizlarni ham taklif qilamiz. Nima uchun yana bizni bizni kompaniyani tanladingiz? Oldin so'raman, onam olib borganimda, onam, o'g'lim borganimizda, juda chiroyli menga nima qilib, onam bilan ham shunaqa Alloh aziz qilib olib, shunaqa har tomonlama yaxshi unaqa qilib kelganmiz. Juda o'sha Baytullohga mujobat taassurotlar yaxshi, har tomonlama ham borgan hammamiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. O'sha sizlarning yaxshi gapinglar, sizlar shunaqa oson, hamma narsalar yaxshi bo'lgani uchun yana sizlarni tanlab, sizlarni xumor qilib, shu Sobirxo'ja deb qidirib keldim. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham xursandmiz. Xudo xolasa, mana 20-iyunda agar safarimiz birga bo'lsa, astoydil, sidqidildan, chin yurakdan xizmat qilamiz. Xudo xolasa sizlarni mamnun qilishga harakat qilamiz. Imonboyevning ishingiz rivojini omadingizda bo'lsin. Sizlarga kattakon rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.